Ondan keyin buni kim gul berdi? Sassıgan onda qiydan paydo bo'lyapti bular. Asab buziladi, asab. Zokir! Zokir! Ha, yaxshisidan jo'ratingizmi? Mayli. Bilan uchrashuvga chiqdim, chiqmadi. Kechqurun chiqaman deyapti. Shu gul uyingga tursin. Qaysan o'zing uyingga qo'ysang bo'lmaydi. Qadamlasa keladi. Aniq kechqurun olib Aniq olib ketaman. Ha, Mayli. Pacha? Gul qayerdan keldi? Hocam borib berib ketdi darrov. Erkak kishi gul oladigan bildingmi, ha? Erkak kishidan gul oladigan bildingmi, ha? Erkakga gul beradi, mana berak. Mana berak, mana berak. Berak. Erkakdan gul oladimi, ha? Ada to'xtan qani, nima bo'lgan bir marta gul olsa? Qochma. Chaqir, O't chaqir, o't. Kim gul beran bo'lsa chaqir shu bacha. Gul kim aka? Maniki? Ha, berak. Kim gul? Maniki, nima ko'ryapsiz meni? Tut yaxshi yaqin. Gul nima berding Zokir? Qizcham gul edi bu o'zi. Dadam urishaydi deb siz uyingizga qo'yib ketdi. Zokir! Nima deysan Zokir? Ana bu podarkaga Dyson olgandim. Uyingda tursin, 2 kun olib ketaman keyin. Dyson'ing bilan ana beraki? Ana beraki. Dyson'ing bilan. Hozir men sana Dyson'ing ko'zingga ko'rsataman. Hamza ya. Sug'or bo'lgan bo'lsangiz bizlar ham ichaylik bir. Faqat men qaytdim. Svito uydamilar? Kim bu? Bacham-ku qamoqdan keldi. Bag'anlarga vashsha o'g'limiz o'zgarib ketibdi. Siz ham ancha qarib qopsiz men o'ylab. Svitnoyim ham yoshlari ancha o'tib qopti. Menda shuncha yil o'tdi. Qaytib sizlarning ko'zinglardan yosh oqishiga umuman qo'ymayman, ishonaveringlar. Hamza ya, o'g'lingiz necha yil qamalgan? 2 sutka qamaldi, o'tgan kun ketgan-ku. Ha, o nimaga qamalgan? Qo'ylar boq deb chiqarib aydagan-tim ekan. Shunga paxta o'tib aydagan bu. Fermer yozib bergan ustidan, o'tgan kun ketgan-ku. Shunga shunchami? Ha, o. Amakimga ne unaqa bo'lgan paxan? 2 yil oldin unaqa emasdilar-ku. Bilmasam, nima bo'lyapsan chora? Bo'ynimda grijam bor, shuni tushirolmam. Paxan hamma do'stlarim men sotib ketdi. Shuncha yil o'tirib bitta narsani tushundimki, ota-onadan 2 sutka o'tirding-ku, kuchuk. 2 sutka o'tirding-ku, joni ham tegding-ku. Nima chizib tashlading? Tananga, nima bu? tanimayapsizmi o'zingiz? Ada oylab o'tishga rasmimizni esdalik uchun chizdirdim-ku. Bu onangmi bu? Ha, mana siz. Bu shanmi bu? Ha, men. Menmi bu? Ha. Kastamim qani men? Kastamim qani? Kastam nima chizmading? Hamza, men rasmimni chizmabdi-da. To'g'ri gapiring qani onasini, joni ham tegdingiz bor-ku. Bir. Rahmat Hamza. Bo'ynim qimirlashib qolibdi, lekin. Oysi janonimning ko'ylagida Ana, nimalarim keldi? Nima keldi? Orqasidan choy tasha, nimalarim keldi? Nimalar keldi? Yo'q, qiz bilan o'g'ilani bir-biriga beradi-ku nimasini. Xudolar. Xudolarim keldi. Ha? Yaxshi keldingiz ham xudo. Zo'rmisizlar? Rahmat, xudo yaxshi. Bu meni nimalarim. Ana bu meni kichkina nimam. Bunisi o'rtanchasi. Bu asrandi nimam. Bir apand odam ekaningizda xudo. Hay, hazil-uzul yig'ishtiring. Maqsadi o'ting, maqsadi. Endi xudojon, to'y ham mana bir hafta qoldi. Shu to'yga ketdik, narsalarni siz aytib o'tirsangiz biz yozib olishga kelamdik. Ha, bo'lmasa yozing. 5 kilo nima? Nima? Nima aytu? Qaynoq suv ichiga tashlanadi-ku. Ko'k choy. Ha, ko'k choy, ana bu ko'k choy yozing, ha. Keyin oti ana buncha nimasidan. To'yda o'tir nimasini kim yeydi? Nimasi? Ey. Osh ustiga qo'yiladi-ku. Qazida. Qazi, ha, ana shu. Qazi ekan, qazi. Ana shuncha yozing. Keyingisini yozing. To'yda har bitta ayola bittadan nima? Uncha ayollar nimani qayerdan topamiz xudo? Nima aytu? Borki turga qat. Nima aytu? Bo'sha bog'lanadi. Ro'mol, ha, ro'mol yozing. Ha,
Ro'molmi? Siz o'zi to'g'ri gapiryapsiz. Lekin meni xayolim buzilmi? Har bitta nimangizda shu kulyeradi odam, yozing. Endi xudo asosiysiga o'tsak. Endi qizimni 20 yil onasi nima berib kattaragan? Nima berib? Sut berib. Ha, to'g'ri gapirdi. Ana shu sut berib kattaragan. Shuning uchun qalin puliga pul so'ramayman. Bitta menga qap-qara katta nima bo'lsa, men xursand bo'laydim-da sizdan. Xudojon, mandaligi qarasi bor, lekin siz o'ylagandek katta emas. Nima aytdi? Nima xayoling buzilmaysan? Mana uruyli bor-ku, nima aytdi uruyli? Jentra. Ha, qara jentra bo'lsa, men xursand. Jentra? Bo'lmasa sizlar rostdan ham katta qara nima? Oyzli janon Bacham, to'rt madat yerga bor. Shuni olib kelgur, buni yechaylik. Hozir. Bu yerda hech narsa yo'q-ku. Dada, bu yerda atverka yo'q. Qanday yo'q? Bilim og'zi ichini ko'rdim, bo'm-bo'sh to'xtatdi. Agar bor topsam, ko'zingga atverka tiqaman, tushundingmi? Yuring ishonmasangiz hech narsa yo'q. Nima bu? Og'zi yo'q-da. Qanday yo'q, ko'rmisan? Ha, yo'qdi, hay. Mana shuncha atverka bor-ku. Bacham, mashina balonni almashtiramiz, tushundingmi? Sayizxonaga yangi bars balon keltirib qo'yganman, zo'ridan. Shuni olib kelgur, almashtiramiz. Dada, bu yerda balon yo'q-ku. Qanday yo'q? Bilmayman, yuring ko'ringiz, yo'q. Ana balon bu yerda, dada, yo'q-ku. Ana bu nima? Ha? Ko'rmayman-da. Dada, menga qarang. Nima mashina faqat bars balon qo'yasiz? Bars balon bacham, sifati zo'r. Jahon poligonlarida sinovdan o'tgan. Zo'r balon. Qishda ham, yozda ham odam uyaltirib qo'ymaydi. Shuning uchun faqat bars balon qo'yaman bacham. Menga qara, xaladaylarga yaqtak suv qo'ygandim. Olib chiq, men ungacha balon qo'yaveraman. Ha, oldi. Tuva qildim. Xaldelik qani? Dada. O xaladelik yo'q uyda. Astagfirullah. Qanday katta narsa uyda qo'ymaydi? Rostdan dada, ishonmasangiz kelib ko'ring o'zingiz. Nima bacham? Xaladelik. Katta narsani ko'rmadingmi? Ha, yo'qdi dozani. Qanday yo'q o'yladi? O tug'ilgandan beri shu yerda to'xtatdi-ku. Bu mashinadan telefon olib kel. İşi buyurish kerak, izdan o'zim yugurishim kerak buni. Dada, o mashina yo'q. Onangimga turva qildim, astag'firullah. Endi men sen o'zim bilaman, beray. Dada. Siz yangiligim bor. Onangimga yana nima boshladi bu? Dada, men endi o'zimga yarashadigan yangi kasb topdim. Qanaqa kasb? Ko'rsataymi? Ko'rsat qani? Qarang. Onangimga. Hamsa, tez uyima keling. O'z uyim bo'ladi uyimda. Yaxshimisiz? Nima gap? Bu kim? Zokir-ku o'g'lim. Zokir? Yana nimani boshladi bu? Ko'rasizmi? Nimani boshlaganini? Tur ko'rsat. Tur Ko'rsat. Tur bitta ko'rsat. Qalay? Bu nima bu? Bu zo'rlangan qurvaqqa raqsi. Ha, zo'rlangan qurvaqqa. Zo'rlangan hamsi ham bachasi raqsini ko'rsataymi bunga? To'xtang qani? Yana qanaqa raqslaring bor? Ko'rsat qani? Vapshi zo'ri bor. Qalay? Bunisi nima? Bu homilador pashsha raqsi. Endi isnot bu. Endi chidolmayman hamsa. Endi o'zim To'xtan qaramsa ham fatirdaman, gap eshiting. Zo'r raqslarga menga yoqibdi Zokirjon zo'r. Menga qarang, oxirigacha chidagalik oxirini ko'ra. Keyingisini ko'rsating, keyingisini. keyingisi nima? Keyingisiga vapshi zo'ri bor dada. Qalay? Bu nima? Bu bokira baliq raqsi. Duo qildim, hamsi bachangiz. Qiliqsiz narsa. Yetmadi. Qayerga ketyapsan? Dadam muxlislarim kutibdi. Qanaqa muxlis? Bugun yakkaxon konsertim bor. O'ta muhim, bormasam bo'lmaydi. Rostdan. Ha? Bu munosabacham bitta duo qiling. El yurt oldida yuzing yorug' bo'lsin. Muxlislaring oldida boshing yere qaramasin. Amin. Alloh. Sog' bo'ling. Bor bacham. Bor. Bor bacham. Hamsiya!
Nima ya? Gapiring. Bachangiz diskotekada o'ynab o'tiribdi. Ha? Diskoteka. Yuring. Turchi. Shumi yakkan konsert, ha? Shumi? Hay dada, ishim bu mani. Qanaqa ish bu diskotekada o'ynash ishmi? Ha? Siz ham qo'rt bezor etdingiz agar boku. Hamcha ya. Makkada zo'r ekan. Din bo'lish shashlik sevasiz. Yeysizmi? Shu paytda nima kerak hozir, ha? Dada, mana qarang, siz tushunmaysiz palajinani. Bu yerda hozir bitta bacha bilan men bellashib o'tirman. Yutsam agar 50 ming dollar beradimi? 50 ming? Ha. Jiyan, asani beqiliq qiliqlaring dadang nima der ekanda? Dadang ham makka o'ynaygan. Uya kuchuk kirgan. Hamsa, tez uyima keling, kuchuk kiribdi uya. To'g'lar yemasin, tez keling. Hamsa, tez keling qani, o'zi yu tishlaydi meni bu. Jillar o'tiribdi bu, tez keling qani. Hamcha? Ya. Sizmi? Qanday yaxshi Jilli bilimsiz. keldingizmi unaqa deyimsiz? Nima chaqirdingiz? Kuchuk kirgan, kuchuk darvoza ochib qo'ygan, to'g'lar edi. Kuchuk emas-ku. O kuchuk yarim soatdan beri o'yin nima qiladi? O'g'lingiz Zokir-ku, ko'ylagi aniq-ku, rangini bilyapman-ku. Zokir emas u, Zokir yaxshi uylar kirgan hozir. Yuring yondan ko'ramiz, yuring keling. Qara bu yoqqa, mana aytdim-ku siz Zokir deb, mana. Yana boshlab. Senga nima yetishmaydi, bacham? Dada, onasi demsin, bir xillikdan zerikdim. Ko'chada o'ynamayapman, uyda o'ynayapman. Hamsaya, kech aytan baloningizni olib keldim. Bor keling, men Tamam. Hamsaya, kecha so'ragan balonlaringizni olib keldim. Qanaqa balon bu? Bu balon Bars baloni. Hozirgi kunda O'zbekistonda trendda ketmoqda. Bu balon bilan qishda, yozda, kuzda xohlagan yo'llaringizda yursangiz bo'ladi. Jahon poligonlarida sinovdan o'tgan. Eng asosiysi 200% sifat nazoratida. Olasizmi? Ha, olaman. Darvozani tekkaga qo'yib keting, ertaga pulini chiqarib beraman, haymi? Hozir uyda muammo bo'lyapti-da, haymi? Ha. Hal qilaylik. Da. Menga qara, dadang kelsin, kel. Hamsa keldim men. Qarang, nimani og'zini ayiraman. Hamsa, mana Mana nima urasan sen? kechirasiz, men bilmadim-da. Tuting kuchugingizni.